ikkita tos kosasida rotatsiya 2 xilligi. Ya'ni displaziya тазобедренный sustavda yechim oxirigacha olinmagan. Mana shu holatda bitib qolinsa, ko'ryapsizlar mana. Uzun kaltaligida ham. Buni endi yechimi qanaqa bo'ladi? Xo'p, vaqtida olib borilmadi, ko'rsatilmadi. Endi nima qilsak bo'ladi? Xo'p, endi kattaroq bola bo'lgandan keyin quruq mushakni o'zini mana bu holatda yumshatib massaj qilganinglar, o'sha foyda berishi kam bo'ladi. Bizda ko'proq ishlaniladigan holat rotatsiya bilan ishlaymiz. Xo'p, tepa tarafida bo'lganda, yo chap tarafi, yo o'ng tarafi ko'proq displaziyada bir taraflama bo'ladi. Ya'ni tepa tarafini mana holat. Ko'ryapsizlar? Pastga cho'zish, ya'ni suyini sekin-sekin, albatta davleniyani birdan qilmasdan, uy sharoitida sekin-sekin, agar massajistdan o'zi bitta ko'rsatib bergan holatida, men ko'proq onalarni o'ziga sekin tushuntiraman, chunki hammani ham cho'nchagi ko'tarmaydi massajga olib borganda, holatda bilgan holatda sekin-sekin qilsanglar bo'ladi. Yana bitta eng fishka joyini ayting, ko'pchilik men oyog'ini ushlab olib bundoq qilasizlar, bu umuman noto'g'ri narsa. Bu bir qo'linglar bilan bir oyog'ini bosib turib, ikkinchi qo'l bilan olib borib, oxiriga kindigiga yetguncha olib borib, keyin mana sekin aylantirib olamiz. 3 marotaba bu yoqqa, 3 marotaba bu yoqqa aylantirganinglarda o'zi displaziya bo'lgan bolada qirtillash, suyagi noto'g'ri tushayotgan bo'lsa yoki tegayotgan bo'lsa, ovoz chiqazadi. Keyin bu yog'ini qilayotganingizda bu qo'lingiz bilan bu tizzani bosib turib qilasiz. Fiksatsiyani o'rnida qilmasangiz, qilayotgan massajingiz, LFKlaringiz natija bermaydi, hurmatli onajonlar.